Imkon qadar puliga arziydigan variantlardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Bugungi manzilimiz Yangi Hayot tumanida joylashgan 2,5 sotuv 4 ta xonali yangi qurilgan uchastkalar bo'ladi. Ushbu uchastkalarimizni ko'ringlar, mana hovlilari chiroyli qilib burchatkadan chiqarib beriladi. Zeloniy zonali qoldirilgan. 95% ishi bitkazilgan. Ozgina chala ishlari bor, xudo xolisa bitkazib beriladi. Binoni tagida 2 ta xonani tegi katta yerto'la qilingan. Patoloni balandligi kamida 3 metr, havo yaxshi aylanadi. Katta razmerda, pastda 2 xonasi ham bo'ladi. Bino 100% pishgan qishdan ko'tarilgan, sifatli qilib ta'mirlangan. Bunisiga kafolat beriladi. Kirishimizga chap qo'limizda katta oshxona, razmerlari katta qurilgan. Olgan odam xudo xolisa mazza qilib yashaydi. Qimmatbaho eshiklar qo'yilgan. Topli polda, radiatorda isiydi. Chiroyli mo'shka bo'ylar tanlab yopishtirilgan. Koridori kengligini ko'ryapsizlar. Xonalar ketma-ketlikda. Bu tarafda bolalar yotoqxonasi, yonida kattaligi mo'ljallangan yana bitta spalni, bino orqasida havo aylanishi uchun ham kattagina joy tashalgan. Keyingi xonamizdan orqa hovliga ham chiqsa bo'lar ekan. Orqa hovlisi ham anchagina katta. Umumiy hisobda 5 ta xona plus oshxona yerto'lani tashkil etyapti. Xonadonga egalari $95,000 narx belgilashgan. Xonadon sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib savdolashsanglar bo'ladi. Manzil Yangi Hayot tumani, Binokor mahallasi.